Alaykum. Aziz ona tili milliy sertifikatga topshiradiganlar. Bugun men 26 aprel ikkinchi smenaga tushdim. Ikkinchi smenaga kirib chiqdim. Savollar normalniy, sal-pal o'rtacha qiyin. O'ta ham oson emas, qiyin ham emas. O'rtacha savollar va ko'rib chiqaman. Qaranglar, badiiy asarlardan mana shu oq kema tushdi. Unga oid o'sha nima deydi, o'rtalaridan mavzu beribdi. Kecha va kunduzni ham ko'rdim, yaxshi, normalniy. Yo'l pijama kiygan bolaga ham tushdi. Bitta maymun yetaklangan odamni yaxshi ko'raman. She'r ham lekin oson tushdi. Qanaqadir savol esimdan chiqib qoldi. Xullas, qaranglar, keyingisi 4 ta so'z berdi. Negativ, rekombinatsiya, sotsial abzas. Mana shularda ular izohini berdi. Men negativni belgiladim, to'g'ri bo'lib chiqdi. Mana xato negativda qaramayman. Hozir keyingisi bordi, hozir bu yerda to'g'riroq qilib chiqaman. Esse qanaqa tushdi deganlar uchun kasb haqida. Birinchi smenanikini shuni ko'rib chiqdim, kasbga doir ekan. Ularda ota-ona bilan maslahatlashib qilgan yaxshimi yoki o'zi yakkaxon qilib o'zi kasb tanlagan yaxshimi deganga men bu ikkinchi smena boshqacharoq tushdi. Ayrim bir o'rinda muntazam ishlashni afzal ko'rsa, boshqalar zamonaviy dunyoda ish o'rinlarini tez-tez almashtirish talab qiladi deb ta'kidlaydi degan esse tushdi. O'tda ham esse norm tushdi bizga ham ikkinchi smenaga kirishdan keyin. Mana 39-savolga yo'nalish shakli haqida matn berilib, matn tarkibida, ya'ni okzionalga esa tushunmadi shu savolni. To'g'ri taxminga urdim, chunki aksial tushunmay qoldim. Va bu badiiy asarlarni ko'rdik. Mana negativ haqoratni berdi. Bu xato ekan. Rekombinatsiya tavsiya berish, sotsial ijtimoiy, abzas xat boshi. Mana savollar. Keyin anaqa ma'nodoshlik hosil qiladigan bu 4-savoldan bor edi. Shunaqa savol berdi. Hassas, sezgir, o'tkir. To'lqin, to'fon, mavj, ma'qul, matlab, martaba. Mana shu sezgi, o'tkir. Menimcha shunaqa savollar tushdi. Xo'p, qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq uslubiy xatolik. Bu tushdi. Chiqish kelishi o'rniga jo'nalish kelishi degan variant bo'ldi. Kitobxonlardan emas degan javob bo'ldi. Kitobxonlarga yetkazish degan javob bo'ldi. Mana shu javob to'g'ri ekan. Hop, so'z qo'llash bilan bog'liq uslubiy xatolik. Informatsiya xabardor, informatsiya o'zi xabar degan tushdi. Keyin 30, 34, 35 normalniy, o'rtacha, o'ta ham qiyin emas, zo'r. Ishlab chiqsa bo'ladi. Like bosib qo'yamiz. Keyingi qanaqadir zo'r ma'lumot chiqib qolsa, YouTube anaqamni aytib o'tib ketaveraman.